Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun mana Abu Mo'in, Qashqadaryodagi Abu Mo'in Nasafiy ziyoratgohiga keldik. Xudo xolasa mana bu yoqda qabrlari bor ekan, kirib ziyorat qilib chiqdik. Bu yoqda mana masjidlar bor ekan. Xudo xolasa aylanib mana hamma joy go'zal, chiroyli holatda. Sizlarni ham chaqirib qolamiz. Ko'ringlar, mana hozir noyabr fasli, noyabr oyi, mana shunday mana gullar ochilib yotibdi mana. Juda ham chiroyli joylar ekan. Mana bu yerlarda mana qabri bor ekan. Abu Mo'in Nasafiyni qabrlari, asl qabri bor ekan. Kirib ziyorat qilib chiqdik. Bu yoqda mana quduq bor ekan. Quduqdan suv olib ichdik. Suv olib ichsa bo'lar ekan. Xudo xolasa ziyoratlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Mana shunday ziyoratgohlarga sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Qashqadaryoda menimcha Qarshiga qarasa kerak bu yerlar. Mana shunday chiroyli joylar ekan. Sog' bo'linglar, salom.